Vodiz kanalining obunachilariga ekan mollarni va durlarni kelib qo'ydim aka. Mana bunaqangi firmenniy variantlarni ko'ring. Bittasi Tomajin, bittasi Novvas. Eng qizig'i narxida aka. Narxini jupini 19 million qo'yib qo'ydim aka. Joningiz sog' bo'lsin. 7 million kizdan Novvas 8.5 boshlanadi. Telefon qilish o'rnatidan tasib bitiramiz. Assalomu alaykum chorvachi aka, do'st birodarlar. Obunachilar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib, do'st birodarlarga jo'natib qo'ying, xudo xolasa. Xo'p, nima deymiz? Sizlar tufayli ular aka-ukalarimizni ishlari bitib qoladi, akalar. Mana bunday Hunojinda gibrid, shved, zo'rda olaman degan akalarimiz ekran qarshisiga yaxshilab o'tib oling. Xudo xolasa arzon, yaxshi joyga yetib kelamiz. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan o'sha arzonchi va optimchi Abdulaziz ukamizning mini firmasidamiz. Abdulaziz ukamizga ko'p emas, ozgina, sozgina narxi yengildan yetib kelibdi. Ularning ma'lumotlarini ukamiz o'zlaridan olib beramiz. Qo'llaridan kelgancha chiroyli qilib yoritib beradilar. Ungacha sizlarga like tirsilat bosib qo'yinglar, like tekin aka. Yigit kishi qo'llaydi, obuna bo'lib. Abdulaziz aka, sog' charchamaysiz. Yaxshimi? Obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yishiradi xolasa. Otangizga rahmat. Rahmat, aka oldingizmi? Ishlar bilan charchamaysiz. Kayfiyat qalay? Kayfiyat aka a'lo darajada, xudo xolasa. Yaxshi mahar. Assalomu alaykum. Aka do'st birodarlar, hammalarni tinchmisizlar? Ishlar bilan charchab qolmay yuribsizlarmi? Xudo xolasa sizlar uchun mollarda vobshe zo'r, sifati ham zo'r, narxi ham zo'r, puli o'ta yengil, xudo xolasa. Deb videoda ko'rganda uka rahmatni bitalik bosib qo'yishadi, xudo xolasa aka. Otangizga rahmat. Xo'p, Abdulaziz, qara, gapingni bo'lib qoldim aka. Kunisi yapti. Mollarni issiqda ko'payib turmaylar, ushlab turmaylar. Tarsas narxini ayt, yengil. Bo'ldi. Hali 10 so'm ayt, 9 so'm so'raydigan qilib aytib o'tib ketaveraylik. Bo'ldi, ketdi aka. Hop, birinchi partiya. Bir jup. Janvar arg'ancha tushmagan ekan, umuman. Tushmagan ekan. Salamman. Umuman qarang. Tashlaydi hozir mana shu. Aka mana. Mol zagondami, daligindami yurgan ekan. Darada yurgan, zagonda emas, darada. Zagonda yurgan emasmi? Bo'ldi. Molni orqa boshi hamma yo'q yaxshi-yu. Bu shu arg'amchaga tushmagan mol ekan. Lekin korpus oyoq qo'li uzun yaxshi narsa. O'rgan arg'amchaga tursa o'rgan qo'ying. Arg'amcham yangi taxt. Xohlasa birinchi marta tushyapti. Hop. Mana birinchisi, ikkinchisi. Molni yaxshilab ko'rinadi. Endi chiqib keladi, dikkat qiling. Endi chiqib keladi. 3 oylik buzuq aka. 3 oylik buzuq. Mana 5 oylik buzuq. 3 oylik, 5 oylik. Orqa boshlari akalar, xudo xolasa oyoq qo'llari ideal darajada. Bo'ylari 1 metr plyus olishaveradi aka mollarda. Hop. Mollarda aka bir joyga olishsa 21,5 millionga beraman. 21 million 500 ming so'm. 21,5 million. Tilla olishsa 11 million tilla olishaveradi aka. Bo'ldi. Joning omon bo'lsin. Endi mana bu ikkita aka bir jup mana. Hop, 2 dona mana. Sementda va gibrid toza aka, mana turmushliq oq kiprigidan aka. Kerak ko'rolmayman yaxshilab. Ko'rishorsiz. Uyaltirmaydi aka. Mana bunisidan ko'ring, tagin aka. Mana bunday. Voy joning sog' bo'lsin. Bunga ham ko'rsatib qo'yamiz aka. Mana aka. Jonivorlar. Sigir yo'nalishi oladigan insonlarga beraman aka bu mollarni. Xudo xolasa. Mana shu targ'ilam zo'r ekan-a? Targ'ilam aka. Mol bilmasang targ'il ol deydi-yu. Sut qatig'i zo'r bo'ladi mana shu. Shvedga chatishkaligi bor molda aka. Qoqtim shu. Oyoqlari ham aka. Volumenli-da, bo'lajaq ham mol aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Olgan odam baraka topadi. Kelishgan bo'ylarni aka 95 plyus olishaveradi. Narxini aka bir joyga tortdim deysiz aka 20 millionga ketaveradi aka. 20 million so'mga. 20 million so'm. Bo'ldi. Obunachilar xudo xolasa telefon qilaverasizlar. 20 million so'mga. Kerak yo'q. Chiroyli qilib aka maqsad sotish, ozdan qolsin, xalq maza qilsin, bizga mozina shu tirishchilikka qosa bo'ldi aka bizga. Bo'ldi. Xudo xolasa akalar telefon qilaverasizlar. Tallab olsa aka 200 ming so'm plyus bor, ko'p emas. 200 ming so'm plyus. O 500 ming 1 million emas aka. Tallab olsa aka, ya'ni unday monosra plyus bor xolos. O'zi so'rasa 200 ming minus o'tib beraveraman aka. Minusga ketaveradi. Bo'ldi. Obunachilar imkoniyat sharoit bo'lsa, ekilasini olib. Chiroyli qo'yib beraman. Jupini olsa bo'ldi. Lekin yaxshi narsa ekan bu ko'ring. Oyoq qo'llari ideal darajada. 6 tasini qo'yib beraymi? Bo'ldi, bir optim qilaychi mashqlar. Qilaychi bir aka. Mana birinchisi aka mana. Bo'ylari 95 ga olishaveradi. 90 dan 95 gacha olishsin. 90 dan 95 gacha. Molga qo'vashda. Kallasi ham buqa o'xshaydi janob. Mana. Fermenniy variantdan so'ragan kelamiz. Birinchisi aka, mana bu ikkinchisi. Ikkinchisi. Mana bu uchinchisi aka. Uchinchisi. Mana bu to'rtinchisi aka. Mana beshinchisi. Mana bu oltinchisidan targ'il bor. Oltinchisi. Mol bilmasang targ'il olmaysan. Yaxshi bo'lgan lekin targ'il bo'lgan. Targ'il bo'lgan bilan aka mana yelkalarni ko'ring. Kalla boshlari ham kelishgan aka. Mana kerak ko'ring. Sifati bor molda aka. Ko'shlar qilib turibdi jonivorlar mana. Hammasi sutdan chiqqan, hashakka kirgan, ozadigani ozib, endi plyusga yuradigan payt kelgan. Ha, hammasi xudo xolasa yuradigan payt kelgan aka mollar. Xo'p, 6 tasi nech pul Abdulaziz? 6 tasini aka bularni 9,5 10 demayman aka. Ke, nech pul? 9 ham demayman aka siz obunachilaringizga. Bir joyga tortdim aka deysin.
8 milyon 700 so'mdan bor ekan aka. Barakat. Yana bitta erkakcha tellab olishsin, 9 dan tellab olishversin. Yoqqan tellab olishadi. Yurak chizayotgan. Xohlaganlarni tellab olishsin, 9 millionga bor aka. O'zing ichidan chiqarib ber deysa aka, Hop. 8 milyon 300 mingdan chiqarib beraman. 8 million 300 ming so'mdan akalar Abdulaziz o'zi chiqarib beradi. 9 million so'mdan yoqqanini tellab oling. Yurak chizayotgan. Xo'p, yana bitta gap. Akalar, bir ikki şey nimaga tortishmayapsiz, nimaga savdolashmayapsiz? Aka, ko'ryapsiz, kuni siyapti, mollarni beyda ushlab turish foydasi yo'q-da, o'zi issiqlash boshlanyapti-da sekin-sekin. Hali kerak mana shu mollarni mana hop 8 million 700 ming so'mdan qo'ydikmi? Ha 9,5 10 million kerak yo'q. Hali 100 ming so'm sizga, 100 ming so'm unga osmondan keldi. Hamma videolarda ko'rayotgan insonlar tushunadi o'zi narx-navosini-da. O ash mollar 9,5 10 deb turib sekin-sekin tushib ketganlar ham bor. Bizda bo'lgan gap gapirilyapti. O'zi hammani ahli joyda-yu, misol uchun Yosh bola ko'rmaydi buni. Yosh bola ko'rmaydi, hammani tushungan ahli bor. Ahli butun insonlar ko'radi aka. Mollar narxiga o'zi qarab baho berishaversin aka, uyaltirmaydi lekin. Bo'ldi. Obunachilarda xohlasa telefon Mana qilaman. shu mollar qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon yozib ketishsin. Ammo xudo xolasa arzon bo'lsa bitta like bosib qo'ysin. Joning sog' bo'lsin. Aka, men aytib olishim oson bo'lmayapti. To'g'ri, to'p kelishim qiyin bo'lyapti. Ikki uchta bozordan yig'amizda, dangaliga. Oson emas aka. To'g'ri. Hamma narsani o'ziga yarasha mashaqqatligisi bor-da. Aka, mana bu ikkita Mana olib bu aka mana. Voy joning Mana sog'. ko'ring. Toza gibrid aka. Enasi ham shayda hali bu molni. Enasi ham shayda. Enasi ham shayda, ena bola olganman. Ena bola olaman salang, enasini ham ko'rsatilaveradi. Telegramda yozsalang, video qilib tashlab berilaveradi. Tashlab berilaveradi aka. Xudo xolasa. Mana aka, mana bu ko'ring. Oyoq qo'llarini. Bunisi boshqa narsa degan aka. O'ta Mana chiroyli kellavani narsa ko'ring. ekan. Oq tumshug'idan aka. Kellani ham ko'ring. Voy joning sog'. O'zi maqtagan zo'r tepaga chiqib olyapti, ko'ryapsizmi? Rasmga Pastga. Rasm chekanda bu. rasmcha oyoq. Aka, ko'p maqtamaylik. Hop, Gap narxida. nech bo'ldi? Bir joyga olishsin aka, 8 dan bo'lsa 16 million bo'ladimi? Hop, 16 15,5 million. ga olishsin aka mollarni. Babarak. Menga unaqa chiroyli parodor mol kelib qoldi, 10 million 9 million emas aka. Olishsin aka. Otangizga rahmat. Obunachilar. Mana shu bilan teng mana. Hop, bo'lbas, hamma yoq bir xil. Bir kachaki mol emas, Korpus ham sifati yaxshi molda aka. Ikradan boshqa yozib ko'ring, 7 million 2 million xonajim bor ekanda. 7 million 200 ming so'm bor. 7 million 2 mingga ketdi aka. Yo, otangizga rahmat. Babarak Qo'l joningiz qo'lish aka, sog' bo'lsin. hammasi. Otangizga rahmat. Obunachilar 7 million 200 ming qo'ymaslik so'm. aka. Siz obunachilarni mazza qilishsin aka. Like, shu joyga like tirslarni bosib qo'ying aka, Xudo xolasa ozgina mehnatimizni qadrlagan holda. 5 bitta chiqadimi? Bu qo'cha so'ragan akalamizga meni yoshligidan tarbiyalayman degan obunachilar bo'lsa meni. Bu qo'cha Mana mollar so'ragan so'raganlar aka. Mana ko'ring, biratdan shu haq o'sib ketgan ya bir yosh o'tib qolgani yo'q. Hammasi yosh buzorlar. Rasta bo'lsa eng baland 2,5 oylik 3 oylik atrofida. Tashakka kirgan lekin. Tashakka kirgan aka. Bo'ybastlarni aka 85 plyusga beraman. 85 pul Oborishda chiqib 90 chiqsa, uka rahmatni qo'shaveradi. narxidan ham puldan ham bo'ydan ham yutibmiz deb. Ha. Bitta xursand bo'lib qo'yishadi. ham bor, tachida. 85 eng pasti. Aka ko'rsatib ketaveray birma-bir. Mana birinchisi aka. Birinchisi, Mana ikkinchisi. ikkinchisi. Yaxshi narsa ekan mana shu ham. Orqa Mana boshlari bu ko'p. uchinchisi aka, molni qarang. Mana Toza eston aka. ideal darajada. Uzunligini ham ko'ring molni. Sog' bo'l. Tushirib berdim ol, ko'p tegib ketdi. Aka mana 4-inchisi ha. Shu ham chiroyli narsa ekan. Yaltiragan. Yaltiragan boshqacha mol aka. Mana bu 5-inchisi mana aka. Ana buni. Orqa boshini ko'rsatganlarga mana qo'ysa. Uzunligiga bitta e'tibor berib qo'yishaveradi molni. Bu molni ko'ring. Gaz uzun narsa ekan. Hop, og'zini top-toza akalar, xudo xolasa hammasini sinovdan o'tgan, yana bir hafta bemalol sinov olasizlar. Abdulazizning qali lash ishaligi bo'lmaydi. Aka bizda garantiya, xudo xolasa birov noriza qilmaymiz, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Hop, Abdulaziz beshalasini bir joyga oldim degan nech pulga? Bularni ham oldi qo'shdiqmi aka? Shuni kitobni yop, nuqtani qo'y, ke. Qo'lingizga bering. Eng kam 11,5 qo'ymoqchi edim mana mollar. Bir joyga olsin, 11 milliondan bersin bo'ldi aka. Barakat, joning sog' bo'lsin. 11 milliondan. Aka, amma tallab olsa aka. Mana mol 12 million, 11,5 deyman. Tallab olsa aka 11 million 300 dan tallab olishaversin. 300 ming so'm pulisiz. 300 ming so'm pulisi bor. Joning sog' Hammasini bo'lsin. portmonasini tavakka qildim deysiz aka, mana yana bitta erkakchaga 10 million 800 dan olsa aka. Barakat otangga rahmat o'g'il bola. Obunachilar 10 million 800 ming so'mdan, lekin mana shu buqalar arzon bo'ldi. Bor aka. Arzon Sizdan bo'ldi. chiqarib ber deysiz aka, 10,5 ga chiqarib beraman. Javob. O'zing chiqarib berasan. Ha, o'zim chiqarib. 10 million 500 ming so'mga akalar o'zi chiqarib beradi. Tanlab olaman sizlar. 11 million 300 ming so'mdan yurakka jiz aytganini, narxi tushib qolganini olaverasiz. Aka, narxi o'ta yengil bo'ldi. Lekin haqiqatan ham arzon bo'ldi. Abdulaziz kecha hali nima uychini bozoriga ham bordim-da, 13,5 million 14 million so'm narx aytyapti. Bo'lmang aka. Bizga mana shu molni egasi aka, mana shu mol iminni 13 million narx aytgan aka. 13 Sarash tortishib, xaridlarga qo'l solib olganmiz aka. Otangga rahmat. Obunachilar telefon xudo xolasa yaxshi oldi boshqa. Baraka topsin deb harakat qilamiz, xudo xolasa imkon qadar aka. Bo'ldi. Aka mana bu qacha? Pul yengil. Puli o'ta yengil aka.
chilavering, bitta qo'yni pullab berib beraman. Novvasi bitta qo'yni pulga berib beraman. Bitta qo'ydi pulga. Sen ichidan eshitmagansiz, mana shu qo'yi aka 75 ga olsin boring ana, 80 chiqaradi. Narxini aka Necha pul? qo'lingizni bering aka. Qani? 8,5 million olasiz. Barakat joning sog' bo'lsin. Obunachilar 8 million 500 ming so'm buqa. Aka bitta bo'g'oz qo'ydi ham eshityapsiz, $1000, 10 million arzimagan qo'y sotilyapti. Olsin 8,5 millionga buqacha salkindan keyin buqa bo'lib qoladi aka. Voy o'g'ilchangizga bersangiz aka, mahallada yetilib ariqni bo'yidalik boqib tursang bor, kech kuzga katta buqa bo'lib qoladi. Endi mana bular 80 plyusdagi bo'ylar aka. Uchalasi bitta chiqadimi ular? Bitta chiqadi aka. Bo'ldi. Akalar Mehr talab. Mehr talab dangali gap. Xudo xolasa chiqib ozg'onta bular, endi o'zgarishga kelgan mollar aka. endi ozmaydi. Ozodaqani ozi bo'lgan, lekin mollar o'zgaradi qolgan. Oyoq qo'llari, qorin sohalari xudo xolasa ideal darajada aka. Mana ham yangi ustidan chiqqan paytda ko'rishganda u 11 million, 12 million bo'lib ketgan, tamom mollar. Hozir 11 milliondan emasmi bular? Pastroqmi? Aka 10 milliondan emas hozir aka bu mollar. 10 milliondan ham pastda. 10 milliondan ham pastda aka. Otangizga rahmat. Necha pul kecha odamni qiziqtirib qo'ydim lekin. Aka 80 plyusda buqalarni eshitgan yo'qmondan pastda chiqqanni. Mana mollar 9,5 dan olishim bor baraka. Baraka otangga rahmat o'g'il bola. Tanlab olsa ham ko'p plyus demayman. 100 ming so'm plyus baholasi. 9 million 500 ming so'mdan 9 million oldingizdan tanlab olsin, bir joyga olsa aka. Hop, Ketdi aka. chiroyli qilib kamini qilib berasan, ha? 94 dan olsa aka, men tartishmayman aka. Otangga rahmat. Yo'q, menga yirirog'i zo'radan kerak. 500 so'm qimmat bo'lsa ham yaxshisidan boqaman degan akalarimiz. Berayman shu ikkovi. Ikkalasini bitta chiqarib berchi. Mana mol qarang, orqa boshlarni mana. Ikki mol bor aka. Mana joning sog' bo'l. Mana shu yerni ko'ring aka, kalla boshdan olib qo'ying aka buni. Mana uzunligini ham ko'ring. Aka 3 oylik buzuv. Mana shu ikkalasi 3 oylik buzuv kelasizlar. Lekin mana mol aka toza shvet kallalarni ko'ring aka, yo'g'onligini ko'ring molni. Mana oyoqda ham ko'ring. To'ygan aka. Haqiqatga to'ygan buzuv. Orqadan keyinga qarang. Janavarda. Joning sog' bo'l. Xo'p, maqtovmaylik Abdulaziz. Mana bu yerda o'zini handal. Maqtasaq lekin bor. Mol ko'taraveradi qanchalik qilsa ham. Aka, mana shu buqani o'zini. Hop. Bitta yakka qo'y, narxi ancha yengilda aka. Bo'ldi. Yakkalabga necha puldan? O'zini oldim deysan aka, u 18-20 demayman. Qo'lingizni bering aka. 16 ham yo'q, 15,5 millionga borib aka, mana shu buqan. Baraka. 15 million 500 ming so'mga. 15 million 500 mingga aka ketdi mashina o'g'il aka. Mana shu Bo'ylari 1 metr plyusda aka. O'ynoqlab turib jaravar. Kasal yo'q. Sog'lom aka. Bunisi aka mana bo'yi bir xil. Estona. Estona aka. Oyoq qo'llari zo'r, hamma yo'q kelishgan aka. Bunisining narxini aka. Necha pul bunisi? Ko'shni qilib qara, yelkasini ham ko'ravering aka. Ko'chati zo'r aka. Aka qo'lingizni bering. 12,5 million olasiz unisidan. Baraka joning omon bo'lsin. 12 million 28 million bo'lyaptimi? 28 million bo'lyapti. 7,5 million olasiz buni. Yotanga rahmat. Yana 500 ming so'm. Xo'p, obunachilar telefon qilib ko'ryapsizlar, xudo xolasa pullar yengil, solishtirib qayga bozorga solishtirib ko'rmasangiz bozorga, boshqa o'zlarga solishtirib ko'rmasangiz boshqa o'zlarga ham bemalol solishtirib ko'ravering. Uyoltirmaydi aka. Bitta. Xudo xolasa nima deymiz? Hali bozordan 1 million, 1,5 million arzon deb karillamaymiz. Lekin 300 ming, 400 ming, 500 ming so'mgacha arzon. Realniy arzon akalar mana. Qimmat bo'lsa mana Abdulaziz o'zi ham aytdi, kommentariyga qimmat ekan deb yozib ketaverasizlar. Xo'p, bugungi Abdulaziz shular aka. Bugunga shular aka, xudo xolasa telefon qilsa ishlarni chiroylab bitiramiz. Toshkentga 5 soatda, o'zimizni vodiy bo'ylab 2-3 soatda yetkazib olib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tezlik bilan ishlar yetkazib olib beramiz. Bo'ldi. Obunachilar xudo xolasa videoni shuncha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, aka obuna bo'lib keting. Obuna bo'lmaganlar. Xo'p, nima deymiz? Biz videolarimizga yakun yasadik. Vodiyizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa eng arzon, eng sifatli, garantiyalisi faqat Vodiyizda bo'ladi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.